Gangirab qalğan Bayden hökuməti Şərqi Cənubi Asiyadan ayrılış xəvfiga duch keldi. Əgər bu rayon Xitayga qarab davamlıq yaqinlashsa, Washington faqat özünü ayıplash to'g'ri keldi. Chet el siyosati jurnali James Crabtree 5 ayının 25 günü Amerikanın Şərqi Cənubi Asiya rayon diplomatiyası üçün intayın paydalıq bir gün bolğan edi. Şərqi Cənubi Asiya əlləri ittifaqı, yəni ASEAN'ның Tashqi ishlar ministrləri Amerika Ştatları sekretari Antony Blinken bilan tunji qitimliq mavhum uchrashishga qizg'inlik bilan yig'ilgan edi. Biroq ular cho'ng umid bilan 1 soatdek saqlagandan keyin Blinkenning O'ttir Sharqqa qarab uchayotganligi uchun aeroplandan qatnashmoqchi bo'lgan telefon konferansiga texniklik sababdan qatnashamaydiganligi uqtirildi. Ammo bir necha haftadan keyin o'xshash bir guruh Sharqi Janubi Asiyan əlləri ittifaqı ministrləri qizil gilam selingan dağdug'liqda Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi bilan ko'rishtirildi. Meyizlik yemek-içmeklerden huzurlandı. Bu iş kişinin ASEAN'ga ko'rsatgan ta'sirining farqini bayqash tas emasdir. Şərqi Cənubi ASEAN dövlətləri Xitay bilan Amerika o'ttirsidagi yangi coğrafiyalik siyasi raqobatning muhim oldingi sebebi bo'ldi. Amerika prezidenti Joe Biden bütün rayonda nurg'un yaxshi arzu bilan vazifaga o'ltirgan edi. U davlatlarning rahbarlari Bidenning Amerika sobiq prezidenti Donald Trumpga selishtirganda rayonning iqtisodiy va diplomatik ishlariga ko'proq aralashishga vaqt ajratganligini umid qilgan. Biroq Bidenning taxtga chiqib 6 oy bo'lgandan keyin ularning bu yaxshi umidlari suvga chilishga boshladi. Uning o'rnida Amerikaning ASEAN qarta diqqat e'tiborining kamchiligi va nishonni qalaymaqonlashtirayotganligi to'g'risidagi gap so'zlar orqali umidsizlik tuyg'usi paydo bo'lyapti. Agar Biden bu to'g'riliq tezdan bir tadbir topolmasa, Washingtonning bu rayondagi inovatiga cho'ng ziyon yetkazdi hamda Xitoyning ta'sir kuchi bag'ansiri kuchaydi. Janubiy dengiz rayoni Washingtonga nisbatan muhim rayon bo'lishi lozim. Uningda Amerikaning ikki ittifoqdoshi, ya'ni Filippin va Tayland bor. Shundaqla Indoneziya, Singapur va Vyetnamni o'z ichiga olgan boshqa asosliq sheriklarim bor. Shundaq to'g'riliq bu davlatlardagi iqtisodiy munosabatlar yaqindan beri Xitoyga yo'tkilishga boshlandi. Amerikaning bir chetda qarab turganligi uchun ASEAN'ning Xitoy bilan bo'lgan texmi yaqin diplomatik munosabatlarni texi oldimizda ko'rishimiz mumkin. Hozircha ASEAN'dagi rayon siyosat belgüchilar Xitoyning kontrolligida bo'lgan kelajakni xohlaydi. Ko'pinchisi ikkinchi darajadan tashqari cho'ng davlat bilan bo'lgan munosabat tangpungliqni saqlashni xohlaydi. Shunga ular Amerikaning rayon ishlariga yaqindan aralashishini umid qilib keldi. Ammo dal mushu sababdan Sharqi Janubiy Asiyo davlatlari Washingtonning diqqatining chechilishi yoki mujmallashish alomatlariga qattiq e'tibor berdi. Blinkenning texniklik sababdan Osiyo konferensiga qatnashamag'anligi uning iqtidorsizligini namoyon qilishdan boshqa, Blinkenning Isroiliyaga qarab yo'lga chiqqanda Sharqi Janubiy ASEAN əlləri ittifaqı yığınıga qatnashamaslığı faqat
Amerika'nın başka joylardaki va'dalarining Osiyoning diqqatini chechiyotganligini eskartish rolini o'ynadi. Hindu Tinch okean rayoni to'g'risida texmi ko'p suhbat o'tkazish ehtiyoji qarmay, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi oldingi oyda Tinch okeanining g'arbidagi birdan-bir aviatmasini yo'tkab, Amerika armiyasining Afg'onistondan ayrilishini qo'llab, yuqoriga o'xshash qalaymaqan signalni berdi. Indoneziyani o'z ichiga olgan boshqa davlatlarmi mushunga o'xshash muomalalarga yo'liqdi. Indoneziyaning diplomatiya ministri Retno Marsudi yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Falastin masalasidagi uchrashishi uchun Amerikaga borgan. U Amerikada turgan vaqtda Blinken bilan ko'rishish fursatga erishamadi. Bu ish Jakartani bir cho'ng xijilchilikqa soldi. Tarjima qilguvchi Tug'luq Abdurazzoq.